Batkenning Tojikiston bilan chegaradosh joyida kuchi 5,7 ballga yetgan zilzila bo'ldi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan xabar qilishdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, vayronalar yo'q. Zilzila o'chog'i Laylak va Qizilqiyaning Tojikiston bilan chegaradosh joyi bo'lgan. Favqulodda holatlar ministrligining qo'shimcha qilishicha, hozirda zilzila bo'lgan qishloq hukumatlaridan ma'lumotlar aniqlanib, keltirilgan zarar bor-yo'qligi aniqlanmoqda. O'zganning Ayusoy qishlog'ida ko'chki bosib qolgan odamlarga janoza o'qilganiga qaramay qidiruv ishlari bugun ham davom ettiriladi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligi bildirdi. 29 aprelda mazkur qishloqda ko'lami 200 ming metr kub yer ko'chki tushib, 7 uydagi 24 kishini bosib qolgan. 3 kishining jasadi 30 aprelda, 2 kishining jasadi 2 mayda topilgan. Tuproqning hajmi katta bo'lib, qidiruv ishlarida qiyinchiliklar bo'lgani uchun olimlar kengashi halokat bo'lgan joyni qabristonga aylantirib, qazish ishlarini to'xtatish bo'yicha fatvo chiqargan. O'zgan rayonining Jalpaqtash qishloq hududida ko'chki bosib qolgan uylarning soni 19 ga yetdi. Bu vaqtgacha 16 uy tuproq ostida qolgan. Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirishicha, 2 mayda mazkur qishloq hududiga qarashli Qurbutash qishlog'i bilan Marks qishlog'ining o'rtasida sodir bo'lgan yer ko'chki asta-sekinlik bilan jilib 340 metrgacha surilgan. Xavfli hududdagi 60 uyning yashovchilari ko'chirilib, vaqtincha o'rnatilgan chodirlarda yashashmoqda. Eslatib o'tsak, Jalpaqtashdagi hududda umumiy 61 uy bor. Bundan tashqari maktab, bola bog'cha, FAP va masjidlar xavf ostida. Sho'r suv soyini ko'chki bo'g'ib, bu yerga suv to'planmoqda. Hukumat favqulodda holatlarga qarshi turish bo'yicha O'shda yig'in o'tkazadi. Hukumatning matbuot xizmati bildirishicha, Premyer ministr Sooronbay Jeenbekov rahbarligidagi selektor yig'inda butun o'lkadagi vaziyat muhokama qilinadi. Yig'inga favqulodda holatlar ministri Qubatbek Bo'ronov, transport va yo'llar ministri Jamshidbek Qalilov, moliya ministri Adilbek Qasimaliyev ishtirok etadi. Bundan tashqari arxitektura, qurilish, turar joy, kommunal xo'jaligi, davlat agentligining Milliy energetika xolding kompaniyasining, davlat sug'urta kompaniyasining yetakchilari chaqirilgan. Oblast rahbarlari esa majlisga onlayn tizimda ishtirok etishadi. Jalolobodda xavfli holatdagi daryolarning qirg'oqlari mustahkamlanib bitirilmagan, vaqtida bajarilmaganiga mahalliy hukumatning befarqligi sabab deb baholandi. Sim to'siqlar favqulodda holatlar ministrligi tomonidan berilganiga qaramay, majburiyat yuklangan tomon uncha yaxshi ish olib bormagan. Shu sababli hukumat rahbari Sooronbay Jeenbekov mahalliy hukumat vakillariga javobgarlikni his qilishni talab qildi. Suv toshqinlarini oldini olish ishlari bilan muxbirimiz tanishtiradi. Hozirda Obasdagi eng ko'p suv oquvchi Qoradaryoda vaziyat xavfli bo'lib qolmoqda. Sababi Ko'gar, Changetsay va Andijon suv omborlaridagi suvlar mazkur daryoga kelib qo'shiladi. Qoradaryoning suv hajmi soniyasiga 987 metr kubni tashkil qiladi. Oldinda suv sathi taxminan 1000 kubga ko'payishi kutilmoqda. Shunda 200 ga yaqin uyni suv qoplash xavfi yuzaga keladi. Sababi daryoning 20-sonli himoya to'sig'idan boshlab 500 chaqirim hudud himoyalanmagan. Qoradaryo daryosi bor. Shunday Ko'gar daryosi borib qo'shiladi Qoradaryoga. Andan tashqari Andijon suv saqlag'ichdan kelgan suv qo'shiladi-da, Changetsaydan tushgan suv qo'shiladi. Alda degan 1000 kub suv kelib turgan bo'lsa, bizda o'ta cho'ng go'y-go'y paydo bo'ladi. Hozir biz Premyer ministrga o'shol aytdik. Favqulodda vaziyat yuzaga kelmasligi uchun Qoradaryo qirg'oqlarini tez orada mustahkamlash vazifasini hukumat rahbari Sooronbay Jeenbekov mazkur hududga borganda berdi. Undan tashqari xavfli vaziyat yuzaga kelayotgan Ko'gar soyining qirg'oqlari mustahkamlashni ko'rib chiqib, ishga chiqayotganligini tanqid qildi. Favqulodda holatlar ministri vakillari ish vaqtida bajarilmayotganligini qishloq hukumati befarqligi bilan izohladi. Ko'gar soyidagi suv sathi tinimsiz yog'ingarchilik sababli ko'payib, 12-sonli to'g'onning 250 metr oralig'ini buzib ketgan. Undan 241 xo'jalik va 10 gektar ekin maydoniga xavf yuzaga kelgan. Yil boshidan beri to'g'onni mustahkamlash uchun Favqulodda holatlar ministrligi tomonidan 830 gabion to'rchalari ajratilib, hashar yo'li bilan soy qirg'oqlariga qo'yilmoqda. Hozirda bugungi kunda jasalayotgan aning ustini qo'shimcha gabionlar to'ldirib narasini deb qo'yib, üstüne qo'shimcha жұмыстар yurilyapti. Mazkur soyning Vlagoveshonka uchastkasidagi 4-sonli himoya to'sig'ining taxminan 700 metrdan ko'p suv oqizib ketgan. Unda suv sathi soniyasi 290 metr kubga yetib, 150 turar joyga va 245 gektar ekin maydonlariga xavf yaratgan. Vaziyatni izga solish uchun qirg'oqlarni 700 metrgacha mustahkamlash ishlari davom ettirilib, vaqtincha to'g'on qurish rejalashtirilmoqda. Xo'p turaq bo'lgan 12 daryo bor. Alarning jekterinde de korkunçlar var. Bizde var anıqtalgan kartası var. Bizim janımızda tınımsız aldın alу жұмыстары жүргізіліп, баяғы ulam korkunç yaratқан жерлерін тосып bekemдеп, жазға шығып алған әрекеттерін, жайға шығып алған әрекеттерін көріп жатабыз.
Obas hududidagi xavfli bo'lgan 5 soyda qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Hozirda vaziyat barqaror bo'lib, undagi suv sathi o'rtacha ekanligi aytildi. Lekin kutilayotgan ob-havo xavf yaratishi mumkin. So'ronbay Jeenbekov ish safari chog'ida mayli suvdagi yer ko'chki bo'lgan yerga ham boradi. O'shda avtomashinalarni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qoidalari bilan ro'yxatga oladigan punkt ochildi. Bu haqda Iqtisod ministrligidan xabar qilishdi. Avtomashinalarni majburiy turda ro'yxatga olish tizimi 12 fevralda kuchga kirgan. Yangi qoidalarga ko'ra avtomashinaning texnik holatini maxsus laboratoriyalar tekshiradi. Lekin 12 fevralgacha o'lkaga mashina olib kelganlarga bu qoida qo'llanmaydi. Avtomashina xavfsizlikni tekshirgan birinchi laboratoriya Bishkek shahridagi Ko'kjar qishlog'ining Madiyev 27 ko'chasida ochilgan. Laboratoriya Qorasuv rayoniga qarashli Qizil qishloqning Qasimbekov 6 manzilida ham joylashgan. Mashinalarga xususiy kompaniya xizmat ko'rsatadi. Futbol bo'yicha Chempionlar Ligasining birinchi yarim finali bo'lib o'tdi. UEFAning rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, Real o'z maydonida Atletikani 3-0 hisobida mag'lub qildi. 3 golni ham raqib darvozasiga Cristiano Ronaldo kiritdi. Ikki jamoa o'rtasidagi ikkinchi o'yin 10-mayda bo'lib o'tadi. Bugun 3-mayda Monaco Juventus ikkinchi yarim finalda uchrashadi.